Hazrat Umar roziyallohu anhu bir kuni o'tirgan sahobalarga, do'stlarga aytdilarki, Rasulullohning fitna haqidagi gaplarini eslaysizlarmi dedilar. Dengizni ko'pigidek ko'pirib keladigan ummatni sarosimaga solib qo'ygan fitna haqida so'rayapman. Shu haqida bilasizlarmi dedilar. Shunda Huzayfatul Yamon aytdilar, u fitna bilan bizning o'rtamizda bitta eshik bor dedi. Bitta eshik bor u fitna bilan bizning o'rtamizda dedi. Shunda Hazrat Umar aytdilar, u eshik ochiladimi yo sindiriladimi dedilar. Ya'ni fitna eshigi ochiladimi yo sindiriladimi deganda Huzayfatul Yamon aytdilar, u eshik afsuski sindiriladi dedilar, ochiladi demadilar. Ochilgan eshik yopilishi mumkin, sindirilgan eshik endi o'rniga kelmaydi, faqat ochiladi u. Hazrat Umar aytdilar, qiyomatgacha to'xtamas ekanda bu fitna dedilar. Shunda atrofdagi kishilar so'rashdi, ey Huzayfa, o'sha eshik Umar o'zi ekanligini biladimi deyishdi. Ha, biladi deyishdi. O'sha eshik Hazrat Umar edilar. O'sha fitna eshigi Umar edi. Umardan keyin u eshik ochilmadi, balki u sindirildi. Undan keyin qiyomatgacha endi bu eshik yopilmaydi. Qiyomatgacha keladi bu fitna. Endi shu fitna qo'zg'agan vaqtda turgan odam o'tirib olsin. Yurayotgan odam to'xtab qo'ysin. Tashqarida turgan odam ichkariga kirsin, aralashmasin. Rasululloh aytdilar shuni. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, ana o'sha fitnani girdobiga kimlar kirdi? Hazrat Usmon roziyallohu anhu Allohu akbar deb takbir aytib o'ldirishdi, qatl qilishdi. Hazrat Ali roziyallohu anhu Qur'onni qori bo'lgan qorilarning qo'lida shahid bo'ldi u kishi. O'ylab ko'ring, fitna shunchalik yomon narsa edi. Musulmonning ummatining qo'lida musulmonning amiri vafot qildi. Fitna mana shu edi. Fitnaning ma'nosi nima? Fitnaning ma'nosi temirni qizdirgandan keyin o'sha temirchi xohlagan kuyiga solishlikni fitna deydi. Fatanal haddadul hadida deydi. Temirchi temirni qizdirib xohlagan kuyiga solishlikni fitna deydi. Buni imtihon deydi. Buni mubtalolik deydi. Buni sinov deydi. Lekin aslida buni ko'rinishi nima edi desa, temirni shunda olovga soladida, temir qizigandan keyin xohlagan kuyiga, uni xohlasa pichoq qilsin, xohlasa boshqa ish qilsin, temirchi xohlagan kuyiga solishligi fitna deydi. Fitna ham shunday bir alangalanadi, alangalangandan keyin hamma bir xilda mubtalo bo'lib ketaveradi shu fitnaga. Hamma bir xilda mubtalo bo'lib ketaveradi.